Aziz o'g'il qizlarim, el yurt dardiga avvalo kim yaraydi? Albatta sizlar yaraysizlar. Yangi O'zbekistonning 3-renesansini kim barpo etadi? Albatta sizlar. Xalqimiz, vatanimiz sizlarga ishonadi. Sizlar O'zbekiston tarixiga oltin harflar bilan yoziladigan buyuk ishlarni amalga oshirishga qodirsizlar. Fursat borida otni qamchilang. Izlanish va intilishdan aslo to'xtamang. Baxt va omad doimo sizlarga yor bo'lsin. Chinakam xalqparvar ichki ishlar organi xodimi sifatida vatanimga va prezidentimga sadoqat bilan xizmat qilishga